Zebur 123. Munaccat. Eriş taxtida o'ltirg'uchi ey Xudo, telmirib ko'zlarimni tikiman sana. Ko'zlarimiz tikilgandir Xudoyimiz Parvardigorga, qullarning ko'zlari kabi tikilgan quldorning qo'llariga. Didakning ko'zlari kabi tikilgan og'icha xinimning qo'llariga. Toki bizga shafqatini ko'rsatkicha telmirimiz Parvardigorga. Ey Parvardigor, shafqat qil. Shafqat qil bizga. Chunki tartqan xo'rliqlarimiz yetib oshqucha. Mazaqlarga qoldiq. To'limu bag'ri tashlarning xo'rliqini tartdiq. Xo'ymu hakavurlarning.